o'zi amal qila olmaydigan narsani, o'zi qila olmaydigan narsani boshqalardan talab qiladiganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Alloh o'zi kifoya qilsin ularga. Amin. Ey rahmatulloh, mana sen aytyapsan. Farhod ham bir tarjimani ko'tarib yuribdi, o'shini Qur'on deb yuribdi deyapsan. Ya'ni mensimayapsan. Biz o'qiyotgan Allohning kalomini o'zbek tiliga tarjima qilingan variantini Qur'on emas deyapsan. Qur'on bo'lmay nima u? Qur'on bo'lmasdan nimani tarjimasi u? Qur'onning tarjimasimi? Agar sen aytayotgan raddiya bo'lsa, kerak emas unaqa narsa deyotgan bo'lsang, nimaga o'zbek tiliga Alovuddin Mansur tarjima qildi? Abdulaziz Mansur tarjima qildi. Ana o'zingni rab qo'yganing bor, Sodiq Samarqandiy, o'sha ham Qur'onni tarjima qildi. Shayx Muhammad Sodiq ham tarjima qildi. Nimaga ularga raddiya berishmaysan? Nimaga aynan men o'qiyotgan Qur'onga raddiya berishasan? Nimaga unda ular tarjima qilishdi? Chunki o'zbek odam o'zbek tilida tushunadi. Arab tilida tushunmaydi. Haqiqiy o'zbek tilida tushunadi Qur'onni. Shu sababli biz Qur'onni tarjimasini o'qiymiz. Senga qolsa hech kim Qur'on o'qimasa-da, hamma kelib sendan so'rasa-da, senlarning maqsading shu, odamlar ilmsiz, omi bo'lib, faqatgina senlardan kelib hukm olishni xohlaysan odamlar. Chuchvarani xom sanabsan. Bundan buyon bunday bo'lmaydi. Shu paytgacha shunday bo'lgandir. Bundan buyon inshaalloh bunday bo'lmaydi. Hali senlarning davring tugadi. Endi Qur'onni o'qish davri keldi. Qur'onga amal qilish davri keldi. O'zbek tilida Qur'on o'qib, amal qilish davri keldi. Inshaalloh.